O'rtoqlar, Evs'dan 3 ta lavash, 3 ta kartoshka fri, 3 ta Pepsi, 3 ta sous, shu hammasi 90 ming so'mga zakaz qilib olishlar mumkin. Yana tekin dostavkasi bilan birga. O'zi shularning hammasi 190 ming so'mdan oshadi, lekin sizlarga qanaqa arzonga zakaz qilishni o'rgatib qo'yaman. Videoga bitta like bosib, tez tanish do'stingizga tashab qo'ying. Taksi chaqiradigan Yandex.go ilovasiga kirib, taomlar degan bo'limga kirib olamiz. Qidiruvdan Evs deb yozsak, mana topib olamiz Evs restoranini va bu yerda komboni topishimiz kerak. Ishlab e'tibor beramiz. Bu mini emas, katta lavash, go'shtli lavash. Mana savatga qarang 64 ming bo'lgan ekan shu set, lekin hozircha 38 ming so'm bo'lib turibdi. 3 ta savolamiz, keyingisini bosamiz, yana bitta keyingisini bossak, o'zi promokodlar degan joyi chiqadi oxirida nomerdan keyin. Ustiga deb yozib qo'llashni bossangiz, narxi yanada arzonlashib 90 ming 960 ming so'm bo'ladi. Zakazni bosib yuborasiz. Bu promokod orqali siz restorandagi xohlagan ovqatingizni buyurtma berib olsangiz bo'ladi. Birinchi 3 ta buyurtma uchun amal qiladi. Videoni maksimal student do'stlarga tashab qo'ying.